Assalamu alaikum hörmətli özür koyucular. Dunya Uyghur Qurultiyi tor televiziyesi kündilik xəvərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Hidayət Musacan. Bugün 10-cu ayının 20-ci günü çarşamba. Həmmanlarına şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Rusiyaning poytaxti Odina shahrida o'tkazilgan 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining mash'alini yiqish va mash'alni Xitoyga o'tkazib berish marosimlari jarayonida Tibet va Hong Konglik namoyishchilarning tutqun qilinishi va ularning bir qismining hozirgacha qo'yib berilmaganligi g'arb matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'ab qolmasdan xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq noroziligiga uchrab kelmoqda. Tibet va Hong Kong yoshlari 17 oktyabr kuni Rusiya poytaxti Odina shahridagi Olimpik tog'i Akropolisda namoyish o'tkazib, mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga va Tibet, Hong Kong xalqlariga yurgizayotgan zulm siyosatiga norozilik bildirgan va namoyishchilar tutqun qilinib 18 oktyabr qo'yib berilgan edi. 18 oktyabr kuni Odinada Rossiyaning prezidenti Katerina, Xalqaro Olimpik komitetining raisi Thomas Bach, Xitoy Olimpik komitetining muavin raisi Yuzeychin qatorliqlarning qatnashida 2022 yillik Beijing Olimpik yig'inining mash'alini yiqish murosimi o'tkazilayotganda Tibet va Hong Konglik yoshlar 2022 yillik Beijing qishliq olimpikini boyqut qilayli. Erkinlik bo'lmasa musobaqami yo'q. Irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin deb shuor to'lab, mash'al yiqish murosimini bir mahal to'xtatib qo'ygan. Namoyishchilar soqchilar tarafidan yana tutqun qilingan edi. Matbuotlarda ko'rsatilishicha namoyishchilar hozirgacha texi qo'yib berilmagan. 19 oktyabr kuni 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining mash'ali Odina oydirumi orqali Beijingga yo'lga silingan bo'lib, bu munosabat bilan shu kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Tibet va Hong Kong tashkilotlari Odinada birlashma axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, olimpik mash'alining Xitoyga o'tkazib berilishini va Xalqaro Olimpik komitetining ikki yuzlamachiligini qattiq ayiblash bilan birga Yevropa birligining a'zosi bo'lgan Rossiyadagi bir demokratik davlatda Tibet va Hong Konglik namoyishchilarning tutqun qilinganligiga qattiq norozilik bildirgan edi. Odinadagi norozilik faoliyatlariga va axborot e'lon qilish yig'iniga qatnashib 19 oktyabr kuni kechda Germaniyaga qaytib kelgan Dunya Uyg'ur Qurultiyining programma yetakchisi Zumratay Erkin xonimning istansimizga bildirishicha, o'zimi Rossiyadagi faoliyatlari jarayonida soqchilarning qattiq ta'qib va savol-so'roq qilishiga uchragan. Zumratay Erkin xonim Yevropa birligining a'zosi bo'lgan Rossiyadagi bir demokratik davlatda Tibet va Hong Konglik sabdoshlarining tutqun qilinishidan va o'zining soqchilar tarafidan og'ir darajada parokandachilikka selinishidan qattiq afsuslanganligini ifoda qildi. Zumratay Erkin xonim 19 oktyabr matbuotlarga qilgan so'zida har qaysi davlat tanharkatchilarga xitob qilib mundaq dedi. Tanharkatchilarga nisbatan irqiy qirg'inchilik bo'layotganda o'zining kasbini tanlash, olimpik musobaqasiga qatnashishning orasida qilish bek mushkul. Chunki ular erishgan medal millionlagan kishining qiyniga milangan. Bizmi bu tanharkatchilarning xatoligi emas deganni qabul qilamiz. Buningga xalqaro olimpik komiteti sababchi. Ularni bu ahvolga shular tushirib qo'ydi. Men tanharkatchilarga shuni demoqchi. Biz sizlarni qo'llaymiz. Sizlarning bizga ittifoqdosh bo'lishinglarni umid qilamiz. Sizlar balki bir qitimliq olimpik musobaqadan quruq qolasizlar, ammo biz butun oilamizni yo'qotib qo'yibotamiz. Zumratay Erkin xonim so'zida yana o'zining vatandagi 40 dan ortiq urug' tuqqan oila a'zolarining tutqun qilinganligini alohida ta'kidlab o'tdi. Erkin Tibet o'quvchilar harakatining faoliyat direktori Pema Doma xonim matbuotlarga qilgan so'zida Xalqaro Olimpik komitetini irqiy qirg'inchilikqa ko'z yumish bilan aybladi. Pema Domaning ta'kidlashicha bo'libmi Xi Jinping rahbarligidagi Xitoy istibdodli davlat barpo qilib, Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilikqa o'tgan, Hong Kongda demokratiyani yo'qotgan, Xitoydagi farqli ommaviy va diniy guruhlarni, shundaqla hamjinsliklarni bostirgan, Tayvanga tahdid sep kelgan bo'lsa-mu, biroq Xalqaro Olimpik komiteti buningga ko'z yumgan. Pema Doma yana mundaq degan: Көnsürü küçüp mangan bu bastırış krizisining qoq o'ttirisida Xalqaro Olimpik komiteti qandaq yo'l tanladi? Ular irqiy qirg'inchilikka qizil siziq sizdimi? Yo'q. Ular paketlarga qaramay Xitoyni davomli qo'llab, irqiy qirg'inchilikqa va Xi Jinpingning razil bostirish harakatiga ko'z yumdi. Xitoyning 2022 yillik qishliq olimpikni o'tkazishiga yo'l qo'yib, Xitoyga xalqaro qonuniy asos yaratib berdi. Hozirga qadar Rossiya prezidenti Vladimir Putindan boshqa hech qanday bir chet el hukumat rahbari Beijing qishliq olimpik musobaqasiga qatnashadiganligini e'lon qilib boqmagan. 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inining mash'alining 19 oktyabr Xitoyga o'tkazib berilganligi munosabati bilan bugun, ya'ni 20 oktyabr Turkiyadagi Dunya Uyg'ur Qurultiyi vaqti, Sharq Turkiston tadqiqot markazi va Uyg'ur akademiyasi birlikda Anqarada axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, demokratiya, erkinlik, vijdon va insonlikning simvoli hisoblangan olimpik mash'alining Xitoydagi bir mustabid, diktator, fashist davlatga o'tkazib berilganligiga qattiq la'nat o'qish bilan birga, Turkiya parlamenti va hukumatini 2022 yillik Beijing irqiy qirg'inchilik olimpikini diplomatik boyqut qilishga chaqirdi. Axborot e'lon qilish yig'inida Dunya Uyg'ur Qurultiyining muavin raisi, Sharq Turkiston tadqiqot markazining raisi doktor
Erkin Akram, Dunya Uyghur Qurultiyi vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid, Uyghur Akademiyasining ijroiya raisi Abdulhamid Qaraxon va yuqorqi 3 tashkilotning hay'at a'zolari muxbirlarning Sharq Turkiston va Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati haqida so'rgan turli savollarga tafsiliy javob berdi. Anqaradagi axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazilayotgan o'rindan stansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunya Uyghur Qurultiyi vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid bilan Dunya Uyghur Qurultiyi vaqfining raisi Abdurashid Abdulhamid apandilar bu vaqtda ma'lumot berib mundaq dedi. Bugün 2021 yılı 10. ayının 20. günü biz Türkiye'nin payitahtı Ankara'da, Atina'da 18. oktyabr günü yıkılgan olimpiyat meşilini 19. oktyabr günü Xitay olimpiyat ötküzüş komitetiga tapşırıp berganligini protesto ve bunun narazılık kılış maqsadida bir muxbirlarni kütüveliş ve axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazdik. Bu yig'inni Dunya Uyghur Qurultiyi vaqfi, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi va Uyghur Akademiyasi vaqfi qatorliq 3 tashkilot o'rnashtirgan bo'ldik. Bu axborot e'lon qilish yig'inimizga Turkiyadagi siyosiy partiyalarninki millat vakillari, rais, muavinlari ve başka ijtimoiy tashkilotlarningki temsilchilari, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimiz qatnashdi. Bu yig'inninki inshaalloh Sharq Turkiston masalasini va Xitoyninki Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchilikni Türk jamoatchiligiga anglitishda foydasi bo'lishini umid qilamiz. Bundan keyin shunga o'xshash faoliyatni davom qilamiz. Hammalarga ko'p rahmat. Bugün Dünya Uyghur Qurultiyi vaqfi, Sharq Turkiston tadqiqot vaqfi ve Uyghur Akademiyasi 3 tashkilot birlikda Xitoyninki Beijingda 2022 yilda o'tkazilgan qish olimpiyadlariga qarshi boykot qilish, axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazildi. Bu yig'inga Turkiyadagi siyosiy partiyalarninki mas'ullari ve axborot organlarininki vakillari qatnashdi. Bu yig'inda asosliqi biz faşist diktator bir davlatda, bularni Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizgan bir Xitoylik bir diktator davlatda qish olimpiyadlarini o'tkazishninki olimpiyadninki ro'yiga xilof ekanligini o'tirib qo'ydik ve Xitoyninki qish olimpiyadlarini boykot qildik. Bu ayning oxirida Rim shahrida ichilmoqchi bo'lgan 20 davlat boshliqlari yig'ini harpisida Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Uyg'ur kishilik huquq qurilishi, emgakchilar haqlari jamiyati, kishilik huquqini kuzatish tashkiloti qatorliq necha o'nlagan tashkilotlarni o'z ichiga olgan g'ayri hukumat tashkilotlarining birlashmasi bo'lgan Uyg'ur majburiy emgakiga xotima berish birlashmasi 19 oktyabr kuni maxsus bayonot e'lon qilib, dunyo rahbarlarini Sharq Turkistondagi majburiy emgakni cheklash, shuning bilan birga Sharq Turkistonga bog'lanishli bo'lgan import faoliyatlarini man'iy qilishga da'vat qildi. Mazkur birlashmaning tor betida e'lon qilingan bayonotda ko'rsatilishicha bu qitimqi 20 davlat boshliqlari yig'ini iqtisodiy vayronchilikni asliga keltirish, shu orqali insoniyat va yer sharining texmi go'zal kelgusi haqida muhokama qilishni bosh tema qilgan ekan. Bayonotda shu nuqta alohida ta'kidlanib, Sharq Turkistondagi majburiy emgakning navbatda g'arb dunyosi import qilayotgan quyosh energiya taxtasi, paxta mahsulotlari qatorliqlarga bevosita bog'lanishli ekanligi, buning hujjatlashgan dalil isbotlarining allaqachon yetarlik hozirlanganligi. Bundaq ahvolda dunyoviy pokiza energiyaning vujudga kelishiga dog' tushirayotgan import savdosini cheklashning muhimligi alohida tilga ilindi. Ular Yevropa ittifoqining majburiy emgak mahsulotlarini import qilishni cheklash qarorini olqishlash bilan birga, buning Sharq Turkistondagi majburiy emgak mahsulotlariga tatbiqlanishi lozimligini, bu xil mahsulotlarning Yevropa bozorida sotilmasligi uchun texmo kuchli va amaliy bo'lgan tadbirlarni ilishning zarurligini ko'rsatgan. 19 oktyabr günü Amerika Davlat Majlisida ziyonkashlikdan saqlash, Uyg'urlar va Hong Kongliklar uchun chiqish yo'li barpo qilish mavzuliq guvohlik anglash yig'ini o'tkazildi. Yig'inda alohida taklif bilan guvohlik bergan Amerikadagi Uyg'ur ziyolisi, milliy shoirimiz Tahir Hamud Izgil apandi Amerika Davlat Majlisining qonun chiqarib, dunyoning har qaysi joylaridagi sarson Uyg'urlarni bexatar makonga erishtirishining nihoyatda ta'xirsizligini ta'kidladi. Tahir Hamud Izgil apandi Amerika Davlat Majlisida qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Dunyoning har qaysi joylarida sarson bo'lib yurayotgan Uyg'urlar insoniy yordamga va bexatar makonga muhtoj. Ularning aniqsiz va xatarlik taqdiri chet eldagi Uyg'ur jamoatini andishiga solmoqda. Masalan, 50 dan ortiq panohlik tilagan Uyg'ur Tailand turmalarida tutib turilmoqda. Ularni hech qanday davlat qabul qilmayotadi. Turkiyada necha 10 ming Uyg'ur qonunlik salohiyatga erishamay yoki boshqa davlatga ketamay vahima ichida yashamoqda. Chet eldagi Uyg'urlar qo'lidagi Xitoy pasportining vaqti to'ssa, zo'r xatar ichida qoladi. Chunki Xitoy hukumatı ularni qasdan uzartib bermaydi. Hukumat taraf bu Uyg'urlarni cho'qim Xitoyga berib pasport yanglashga buyuradi. Holbuki Xitoy fuqarolar elchixona yoki konsulxona orqali pasportlarini yangilay oladi.
Uyghur kishilik huquq qurilishi buni pasportning qurolga aylantirilishi deb atagan. Saudiya Arabistoni, Arab Birlashma Xalifaligi, Misr qatorliq davlatlardagi pasportning vaqti o'tgan Uyg'urlar og'ir qiyinchilik ichida turmoqda. Chunki ular boshqa davlatlarga ketanmaydi hamda shu davlatlarda bu panohlik salohiyatiga erishamaydi. Ular izchil turda qo'rquvchi va Xitoyga o'tkazib berilishning vahimasi ichida yashamoqda. Tahir Hamud izgil apandi so'zida yana ta'kidlab mundoq dedi. Türkiye'de 200'den ortiq Uyghur Birleşken Devletler Teşkilatı Musafirlar Mahkemesining musafirlar lagerida bexatar panohgohlarni saqlab yetyapti. Afg'onistonning Kabulda 100'den ortiq Uyghur oilasi Taliban hokimiyati bilan yaqin munosabatdagi Xitoy hukumatining tahdidi tufaylidan qiyin ahvolda turyapti. To'limi xatarlik bo'layotgani shuki, ba'zi hukumatlar shu davlatlardagi musafir Uyg'urlarni Xitoy bilan sodalashadigan dasmoyiga aylantirib olmoqda. Bu fojialarning tub manbasi dal Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligidir. Amerika hukumati va boshqa bir necha g'arb davlatlarining parlamentlari Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy e'tirof qilgan ahvolda xalqaro jamiyat chet ellarda sarson bo'lib yurgan Uyg'urlarga insonparvarlik yordami berib, ularga ega bo'lishi kerak. Tahir Hamud izgil apandi so'zining oxirida mundoq deb ko'rsatdi. Men davlat majlisini Amerika hukumati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan ahvolda Uyg'ur panohlik iltimoslarining shuncha uzun yil hal bo'lmasligining sababini tepib chiqishga chaqiraman. Amerika davlat majlisining qonun chiqarib, dunyoning har qaysi joylaridagi sarson Uyg'urlarni bexatar makonga erishtirishi nihoyatda ta'xirsizdir. Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan irqiy qirg'inchiligini to'xtatishga unumli tadbir ilinmayotgan mushundaq bir paytda bu qonunning tasdiqlanishi qiyin sharoitda turayotgan Uyg'urlarga ozroq bo'lsa-mu umid beg'ishlashi mumkin. Amerika prezidenti Joe Biden 15 oktyabr kuni qilgan so'zida Uyg'ur diyoridagi insoniyatga qarshi jinoyatlarni Yahudilar duch kelgan zo'r qirg'inchilik bilan barobar yusunda tilga olgan edi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian 18 oktyabrdagi muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, Amerika hukumatining kishilik huquq himoyachisi bo'lish salohiyati yo'q degan. Xitoy hukumatining qonuniy bo'lgan Xinhua agentligining 19 oktyabrdagi xabarida aytilishicha, Zhao Lijian muxbirlarning bu vaqtdagi savollariga javob berib, Xinjiangdagi har millat xalqi to'limi baxtiyor yashayotdi. Ularning barcha haqlari to'liq qonuniy kapolatga ega degan. Shundaqla Amerika hukumatini tanqidlab, Amerika tuproqida irqiy kamsitish eg'irlayotdi. Amerika o'tganki tojsimon virusi mazgilida virusga taqobil turolmay 700 ming kishining o'limiga sabab bo'ldi. Amerika har qachon yo'qilan ishlarni bahona qilib, urush qo'zg'aydi hamda begunoh xalqni o'ldiradi degandek bir qator so'zlarni qilgan. Javlijan bu xildagi koni muqomini ilgirimi ko'p qitim to'lg'an bo'lib, hadisa Amerika hukumatining o'tmishda indiyalarni qirg'in qilganligini buningga misol qilgan edi. Bu qitim u bevosita prezident Joe Bidenning so'ziga qo'pollik bilan hujum qilgan. Amerika Kengash palatasining a'zosi Marco Rubio bu xildagi hujumlarga inkos qaytirib, Amerika tarixidagi yuz bergan xatoliklarni ta'kidlash orqali hozirgi kundagi insoniyatga qarshi jinoyatlarni oqlashga urinish sepi o'zidan hamoqatlik deb ko'rsatdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammısini diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq proqramımızı görüşəylik. Görüşəcəmən boğaysılar. Xeyir xoş.